Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar hamda obunachilarimiz. Mana bugun yana atrofga ikkita para xikol quyonimiz va karlik panda qulog'i kaltasidan Asakaga ketyapti. Nazirjon ukamizga ketyapti. Nazirjon, baraka toping uka. Barakasini bersin aka. Barakasini bersin. Yaxshi kunlarga boqing ilohim. Qodir akam quyonxonasini ko'rib ketaman deb ukamiz kelibdi. O'zati rahmat, Alloh rozi bo'lsin ilohim. Mana xudo xohlasa bularimiz ham. Mana yana xikol quyonlarimiz bor. 6 dona qoldi. Oladiganlarga salqinda cho'zilib yotishibdi. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Hammaga rahmat.